Assalomu alaykum. Bugun katakana alifbosining na qatoridagi harflarini o'rganamiz. Nagyo. Na qatorida 5 ta harf bor. Na, ni, nu, ne, no harflari. Na, ni, nu, ne, no. Bu harflar bilan alohida tanishib chiqamiz. Birinchi harf na harfi. Na harfi qanday yoziladi? Birinchi chapdan o'ngga, keyin tepadan pastga. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Na harfi ikkita harakat bilan yoziladi. Keyingi harf ni harfi. Ni harfini qanday yozamiz? Birinchi tepa qismini chapdan o'ngga, keyin past qismini chapdan o'ngga. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Ni harfi ikkita harakat bilan yoziladi. Keyingi harf nu harfi. Qanday yozamiz? Birinchi bitta harakat bilan chapdan o'ngga olib kelib, pastga tushirib yuboramiz. Keyin mana bu qismini tepadan pastga qarab tushiramiz. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Nu harfi ham ikkita harakat bilan yoziladi. Keyingi harf ne harfi. Qanday yozamiz? Birinchi mana bu qismini chizib olamiz. Harf tepadan pastga qarab yozib kelamiz. Keyin bitta harakat bilan chapdan o'ngga va tepadan pastga. Keyin to'g'ri chiziq chizamiz. Oxirida esa mana bu chiziq. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Ne harfi 4 ta harakat bilan yoziladi. Oxirgi harf no harfi. No harfi yozilishi eng oson bo'lgan harflardan biri. Tepadan pastga qarab bitta harakat bilan yoziladi. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Na qatoridagi harflar bilan tanishib chiqdik. Qaysi harflar? Na, ni, nu, ne, no. Mashq qilamiz. Na, ni, nu, ne, no. Na, ni, nu, ne, no. Endi shu harflar ishtirok etgan so'zlar bilan mashq qilamiz. Bu so'z qanday o'qiladi? Nan, nan, non, kani, kani, qisqichbaqa, neko, neko, mushuk, nachisi, nachisi, natsist, nokku, nokku, taqlatish, Kanada, Kanada, Kanada davlati, kinoko,
kinoko, qo'zg'orin, shinya, shinya, keksa yoshdagi odamlar, kosto, kosto, xarajat, tannarx, kanu, kanu, kanoe qayig'i, noto, noto, daftar, tenisi, tenisi, tennis, nudo, nudo, yalang'och, nizi, nizi, ehtiyoj, nektay, nektay, galstuk, katakana, katakana, katakana alifbosi. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.